Yoshim 24 da, lekin yoshimga nisbatan yuzimdagi muammolarim, ko'rib turganingizdek, peshona hamda yuzimda mana bu ko'zim tagidagi ajinlarim mimika qilmasam ham juda ham mana bu ko'rinib ketyapti va eng katta muammolarim bu nasa gubkalarim osilib qolgan va bu muammolarimni yechimini qidirish uchun men 1 yildan ortiq juda ham ko'p kosmetologlarning ishlarini kuzatdim. Nimaga aynan Iroda kosmetologning oldlariga keldim? Chunki ularning ishlarini anchadan beri kuzatib kelyapman hamda ular klientlarga bittada foydali va o'zlari uchun kerakli bo'lgan maslahatlar hamda muolajalarni qilyaptilar. Menga ham xudo xolasa hozir full face muolajasini qiladilar. Natijasini birgalikda ko'rib baho berasizlar. Avvalgidan ancha va bittada samara beradi degan umiddamiz va Iroda opaning ishlarini kuzatamiz. Bu patsientimiz full face muolajasi uchun kelganlar. Full face muolajasi asosan qanday yuzlar uchun tavsiya qilinadi? Full face mana patsientda ko'rib turibsizlar, nasa gubkalar osilgan, brilyalar osilgan va mimika qilmagan hollarda peshona atrofida va ko'zlarida chiziqlar bor va ajinlar bor. Bularni faqat full face muolajasi bilan chiroyli qilib, konturni qilib totib berishimiz ham mumkin. Hozir patsientimizga skulalari bilan ishlab beramiz va brilya sohalari va chertalari bilan ishlab beramiz. Peshona ko'z atrofiga botoks muolajasi qilinadi va natijasini doposli qilib videoni oxirida qo'yaman. Har bir protseduradan oldin обязательно patsientimizning yuzini tozalab olamiz, chunki ko'p patsientlar makiyaj bilan kelishadi. Ko'chadan kelganligi sababli har xil infeksiya, mikroblar bo'lishi mumkin. Ularni tozalab olgan holda keyin inyeksiya jarayoniga o'tishimiz mumkin. Patsientimizning yuzlarini chiska qilib muolajaga tayyorlab oldik. Hozir yuzlarini 30-40 minutga muzlatib qo'yamiz va full face muolajasini keyin boshlashimiz mumkin. Full face uchun yuzlarini tayyorlab oldik. Endi full face bilan ishlash uchun nasa gubkalari tushgan brilyalari va konturlarini chizib olamiz. Qizimizga kilo berganligi sababli yuzlarda osilish bor. Ko'rib turganingizdek, kilo bergan uchun yuzda kontur yo'q. Nasa gubkaga og'irlik tushgan, yuz teri osilgani uchun keyin brilyaga tushgan. Biz hozir nima qilamiz? Chertalari bilan ishlab beramiz, skulalar bilan ishlab beramiz. Peshona, ko'z atrofi ajinlar bilan ishlab beramiz va jag qismlari bilan ishlab beramiz. Bitta muolajada butun muammoni hal qilib beramiz. Bu patsient aytyapti, suvagimga tegdi deyaptilar. Chunki men suvay bilan ishlamasam, gel terini orasida qoladi-da, ko'p patsientlar shikoyat qiladi. Nimaga joyimda o'ynaydi, qilgan gelim o'ynab turadi. Suvakka ishlamagan uchun, u gel terini ichida yurgani uchun o'ynaydi. Yuz anatomiyasini va bu sohani tushungan barcha kosmetologlar inson tanasidagi shu jog' sohasi bilan ishlab o'tganda suvay his qilish kerakki, o'sha joyga gelni jo'natish kerak. Turkiston keyin endi bitta turib berasiz, ajinlaringizni ko'rib olaylik. Qattiq kulib beramiz. Boshimizni ozgina. Yo'q, unaqa kulmang. Mashinkalaringiz bilan kuling, aktiv kuling. Ana. Qoshingiz ko'tarilishini xohlaysizmi? Yoki kerak emasmi? Bitta qattiq kulib bering hozirgidaqa. Ha. Qoshingizni o'rtaga jahl qiling. Fiy qiling. Fiy qiling. Jahl qilmang. Fiy qiling. O't. Endi chaynoq. Chaynab bering. Qattiqroq chaynang. Endi qattiq qilsang.
Endi qoshingizni tepaga ko'taring, peshonangizni tirishtirib bering. Qilamiz buni. Full face muolajasidan so'ng hamma patsientlarimga uyda qilishlari uchun masajlarni aytaman. Siz ham bir hafta davomida qattiq masaj qilasiz, xo'p? Yuzingizni faqat tepa tarafga mana konturlaringiz bilan buni masaj qilasiz. Buni faqat muolajadan keyin emas, ayol qizlarimiz uyda bo'sh vaqtinglarda qolganda yuzinglarni masaj qilsalaring ham charchaganim uchun uzr. Masaj qilishinglar bu yuzlaring uchun rosa foydali. Qon aylanishini tezlashtiradi. Yuzinglarni yana ham yoshroq ko'rinishiga olib keladi. Erta qarishi oldini oladi masaj qilish ham. Patsientimizga konturlari va skulalari bilan ishlab berdik va peshona ko'z atrofi bilan botulotoksin muolajasini qilib berdik. Bizda bu muolaja asosan poralar bilan ishlaydi, konturlarni ko'tarib beradi, brilyalarni ko'taradi, peshona ko'z atrofidagi barcha ajinlarni yoyib beradi. Ko'p patsientlarimiz so'raydi, full face bilan full botoksda nima farqi bor? Full face filler bilan ishlanadi, chertalar chiqariladi, skulalar bilan ishlanadi. Full botoksda faqat yuzdagi ajinlar bilan ishlanadi, platizmalar bilan ishlanadi. Hozir buni farqini bilib oldinglar. Keyingi safar bemalol full face xohlasanglar, full botoksga, full filler xohlasalar, full face muolajasiga kelishinglar mumkin. Yuzingizga muolaja qilinganligi sababli boshimizni egmaymiz, 4-5 soat faqat tik bosh bilan yuramiz va 2-3 soatdan keyin yuzimizni masaj qilishni boshlaymiz. Bir hafta davomida yuzimizni masaj qilamiz. Saunaga, sport zallariga borish umuman mumkin emas. 15 kun, 20 kundan keyin korreksiyaga bemalol kelishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Yuzdagi muammolaringiz uchun professional yordam olmoqchi bo'lsangiz, video ostida Telegram linkini qoldiraman. Bemalol Telegram kanalimga o'tib, o'zingizga kerak barcha savollar uchun javoblarni olishingiz mumkin va bepul konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Bugun Iroda kosmetologda yuzimga full face muolajasi qilindi. To'g'risi, menda anchadan beri ishlarni kuzatib yurganligim bois ozgincha qo'rqdim to'g'risi. Endi ukol nimalar bo'lgani hisobiga og'risa kerak, yo'q, chidasa bo'lar ekan, muzlatilgan hisobiga chidab to'liq qilib berdilar. Menga eng yoqqan tarafi ishlaganlarda har bir klient bilan o'zlarini klientga nima kerak, qanaqa problemasi bor, har bittasi bilan alohida ishlayaptilar. O'sha jihatlari ishlarning natijalari bittada bilingani hisobiga juda ham yoqdilar. Xudo xolasa nasib boshqa yuzimda muammo bo'lsa ham albatta Iroda opaga kelaman. Ishlariga juda ham yaxshi ishlarkanlar. Omad tilayman. Rahmat kattakon.